Shirmon bulog'i kilometrini o'zingiz bilasiz endi, men bilmayman. Necha kilometr ekan damasdan mana keldilar. 78 kilometr. Andijonda Shirmon bulog'idan sinfdoshmisizlar? Hammamiz aka-ukamiz. Bitta oilami? Qo'ysalarinchi. Dokumentlar qani? Dokumentlar ko'rsat. Ashingga boshda bor aka-ukalar to'planib qolib. Aka-ukalar siz oshna og'aynilar shumi o'rtalari bilan bir. Yo'q. Men kattasi voy aka, men o'rniga qatorlashib aka Eng kattalari bormi? Ashingga borib kelaylik. O'sha hozir To'rimizni Koreyskida To'rimizni maqtayapti. Bir yegan odam qaytib keladi. Men ashingga aytdim, ashingga. Yaxshi. Bitta ko'rsatib qoldim, bir katta odamlar tor so'yilmaydi. Ko'rib turib aytdi, "Ha, mana tarz boshqa." Kechaga oldik 4 odam ham keldi. Ha, da men aldiga tarzni bera olmayman. Bir Koreyskida o'zing Koreyskida. Dashnadi bor-da. Zapisi bor, hammasini ko'rsataman men sizga. Agar ko'rmagan bo'lsam aytasiz. Agar ko'rmasak, kuzatmagan ekansiz deysiz. Anajon so'yinchi. Narigisidan boshlang. Ashingga aytyapman men. Qani? Mehmonlar Bu qanaqa nav bu Koreya? Buni o'zi to'g'risi Koreyaga Hindistondan borar ekan eksport bo'lib. Shahzoda degan nom olgan, o'sha nomi shunaqa. Shu qand miqdori ko'proq shekilli, boshqa buni yegandan keyin boshqa torij yesangiz, torij yegandek bo'lmaydi, olib qolar. Ashna olib qolar ekansiz. Mana gapni gapiravermang, nima qilib mana odamlar yo'qlayapti. Lekin mana suv qo'yib qo'ydim desam ham keldilar. Endi suv qo'yilgan joydan uzilgan torbiz. Endi mazasi qanchalik chiqadi, endi rizqlaring bor ekan. Kechaga oldiga odamlar aytayapti-ku. Dehqonni o'zi beryapti, qanaqa chiqishini voyga katta odamlar ham bilmaydi. Bu to'g'ri uzama bo'ldi bu. Bunaqa Koreyskidan uzgin, Koreyskidan deb ishonmasangiz, telefonni ochasizda gapirmagan narsani. To'g'rimi, to'g'ri? Men akalar bilan gapingizni isbot dalil bilan gapirib qo'yamiz, biz taklifani qo'yamiz. Eng katta ismingiz nima aka? Suronboy. Suronboy aka. Abdumalik. Abdumalik aka. Abdug'ani aka. Mening ismim Abduvali. Abduvali eng ko'p gapiradigan odam Abduvali. Abdumajid aka. Otlarni adashtirib qo'yaman baribir. Bitta so'ragan. Abdu ketadi xolos u ishchi. Bo'pti, bitta so'raganda esda qolmaydi. Bir martada baribir. Abduvali aka. Siz ko'p gapirganingizga siz hozir sirasi otingiz esda qoldi. Gapirma, bitta telefon gaplashib palonchi bo'ldimi? Bo'ldi, ashunga aytib. Alloh rozi bo'lsin. Endi aka-ukalar bunaqa qilib to'planib buna yo'lga chiqishdi o'zi hozir bitta katta narsa bu, katta ish bu. Faqat shuncha hammalar aka-uka ekan qara. Kelib To'rozalik emas bizlar. Bir aylanib ko'rib, yaxshi insonlar bor. Hozirgina shularni ikki og'iz suhbatini olsak bo'ldi degan ma'noda aylanib keldik biz. Misol uchun, falonchi Zarkin tomonda bir dehqonlar bor ekan, hozirgalar. Shuni bordik, ko'rib keldik degan ma'noda sekin aylanib dalaga borib ko'rib kelaylik deb. Endi videoni endi aka va Abduvali aka endi o'sha bobo dehqonlar kanaliga qo'yamiz endi. Hamma ko'radi endi shu aka-ukalarni. Shu yo'lda bir vaqt ajratiladi. Shuni bugundan keyin suv qo'ydim deganingizga atkazib to'xtab turasizlar. 2 kun dam olamiz desak, yo'q, yo'lga chiqib bugun aytdingmi, boramiz. Sizga qayta telefon qildim. To'g'ri kelmayapti. Bugun bormasak bo'lmaydi shekilli. 5-10 ta bilan oqtarib yurman. Men anaqa uzib olib chiqib qo'ydim aka mana. Qo'limdan kelgancha, ammo mehr bilan uzdim. Bosh kamaylar yo birinchi, ikkinchi uzum bas. 5-6 marta uzildi bu aylanib. Endi boriga baraka endi. Xudo xolasa, yana shu bir aylanib biz ko'rib. Bolaga boraylik, bo'lasan biz ko'rib. Kim urug'ini o'zida? O'zim Koreyada ishlaganman aka 7-8 yil. O'sha yerda jiyanlarim bor. O'g'lim bordi, keldi. Shu yilda ozgina ekardim. O'zimizga yoqqani uchun ko'paytirdik. Endi hozir mana shu atrofdagi insonlarga, mana shu do'konlarga tarqatdik. Mana shu atrofimiz yeb o'rgandi. Urug'i yo'q-a bu yerlarda. Urug'ini o'shadan chaqiramiz. U yerdan yillar. Endi o'zini olib eksa ham bo'lsa kerak-ku, biz o'shadan chaqirib ekamiz. Ya madara bo'lib bo'lsa kerak. Qani uzating endi sekin Anvarjon. Qani o'ting. Mehmonlarga. Qani kelarchi. Oylar chiqani. Bismillahirrohmanirrohim. Qani oylarchi. Qani oylarchi.
Tuzimi mazasi yaxshimi? Boshqa ekan bu mazza. Ancha shakar, qand miqdori ko'proq shekilli-da. Endi hozir suv ichgan paytiga kelib, qani mana bitta olib ko'raychi. Bismillah. Bu suv hali ta'sir qilmadi shekilli bunga. Buni 3-4 kun yesangiz yana boshqa toriz yegingiz kelmay qoladi-da. O'xshamaydi-da. Endi u o'xshatishni bilasizlar endi. Manoni biz kelib olib ketyapmiz-a. Endi bu torizni berib qo'ydim sizlarga. Sizlardan juda alik bo'lib qoldim. Mana mashada pochta qilib jo'natib yuboryapman. Bittadan qilib. Har zamonda jo'natib turasizlar-da. Ras biz shuncha keldingmi siz? Sizlar mana pochta qilib ketdim, mashinada bittadan mashina ketib jo'natib yubordik degan gapni qilib jo'natib turasizlar. Buni qayerdan izlab topamiz endi? Koreyaga boramizmi deb bularni yana aylanib. Hoş bo'lsin. Yergiz bor edi yana bitta alanga kattalar. Qada u. Nacha ketadi? Kim? Toza katta-kattasi. Ha, o naryoqda. Hadi kechagan uz-uz. Gizma. Gibrid. Gibridmi? Gilizma. Gilizma katta alanga qara. Nashaga katta. Nari katta torizlarni yesangiz, boshi shirin chiqyapti. Pastga tushgan sari nordon bo'lib ishna bunda unaqa basda. Bir xil taygador mazza bir xil. Dori solganmisiz? Dori solganman. Qancha aytaymi? Men yolg'on gapirish yomon ko'raman-da. Qashani 200 litrli bochkaga ana o'yta turibdi. Har suvga cheres suv 100 litrdan 2 qopdan slitrani eritib, daxanani boshidan quyib chiqqanman. Bo'l shu. Qancha endi? 6 qop. Mana shu pishkingador, mana shu 1 gektardan oshiq joyga pishkingador 6 qop solganman. Endi toroz ekkan ko'p dehqonlarimiz tezroq pishirish, kattaroq qilsa sentiner ko'proq chiqadi deb ko'proq solib qo'yapti. Endi keyin har xil kasalliklar ashna bo'lyapti. Bizga to'g'risi yil sentiner uchun, daromad uchun ham qildik-ku. Uni sentiner unaqa katta qilib olib ko'proq daromad emas. Ko'proq rahmatga savobga ham ishladik, Xudoga shukr. Shuncha 80 kilometr. Mana keldi, mana. Ko'rib turibsiz, kelganda aytasiz uni. 80 kilometr yo'l. Maqtaganimizcha bor ekan, mana tatib ko'rdingiz aka. Mana xolis uni qalay videoga tushyapman-da, uni gapirmaydi. Realni nima deydi? Borini gapir aka. Men aytayapman, uyda o'tirib turib, bir oqsoqyolga so'yib qilib uzatib chiqibdi va bu birinchi, ikkinchi hosildan bo'lsa, men tepadigan. Yoshroq bola ham yurdim yaningizda. Falachka sen ham yeb olgan, men deyapsiz, u bola unamay ketib qoldi. Men tripod pastdan kuzatib turaman sizmi YouTube'da chashing aytayapman. Qani uzating Almanjon. Unisi ham so'ying. Ha. So'ying do'stimiz. Qani? Ya bo'ldi deyishim yo'q, narigisini ham. Buni xudo xolasa u dorilarchi 10dan 100dan biri xolos bunga. U solayotgan odamlar tonnalar solgan. Endi bu solganimizga 1 oy bo'lyapti. U ketib bo'ldi, ketadigan joyiga. Bilinmaydi. Bu o'zimiz mana bola chaqa bilan hattoki o'sha yosh bolasi bor kelinlarimiz, qizlarimiz ham bemalol yo'radi. Hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q, xudo xolasa. Hech kimni atiraligidan qilgan yo'q mana shu kungadir. Shunga aytyapsiz-da. Shunga mevalarga shu toruz laboda sotib kelyapti. Yedirmasa, to'xtab shu o'shaga borib o'sha tarvuz olib kelib, bir yilga sezon toruz yeb qolsa degan ma'noda kelib mana toruz olib ketyapti 80 kilometrdan. Alloh razı olsun. So'ying do'stim unisini. 10ta mashina boradi, laboda tarvuz keldi, qovun keldi. Ay yeymiz. Sizlar yemasangiz o'zimiz yeymiz, so'ying. Ammo bunisi ichcha pishib o'tganroq bunisi. Ichcha po'kiragan, hozirgidan ham pishib o'tganroq. Buni qanday bilasiz? Buni sal po'killab qo'ygan bo'ladi. Rangiga qaraganda lekin pishmagandi bu. Po'killagan bilan nima? Ichani nima tushib qolmaydi. Sal mana g'avay chiqaveradi mana bundan bo'lib. G'avay bo'lib chiqadi. Yesiz mazasiz bo'ladi. Kechagi gibridda mana shunaqa dedingiz-da. Haligi oqsoq. Gibridlar, qimmat urug'lar ichi oqib tezdan po'killagan, bu po'killab qolibdi, olmayman deyish noto'g'ri. Gibridlar po'killab bo'lsa, naborot to'liq pishgan bo'ladi. Hali qum bo'lib pishgan bo'ladi. Mana o'zinglar mana tatib ko'ringlar-da bunisidan.
oylarchi, bitta oylarchi qani? Oyla olasizlar. Oyla. Oylarchi. Bu qumi turpoq bo'lib solyapti bu qaranglar. Endi bu suv qo'yib qo'ydik. 3-4 kundan keyin yana yetilaveradi mana. Hosil ko'p ekan. Hosil ko'p. Palay yana rivojlanib ketdi mana qarang. Ona o'rtada ko'rdim. Mana bunaqa bo'lib qulib qoldi. O'rtada boryapmiz-da. Katta bo'lib qolganlari ham bor bunaqa bo'lib. O'rtada qurigan joyi bor, uni sababi boshqa narsa. Shu o'rtadan qandaydir toshqum, ko'k. Shig'ir qum bor-ku. Ashuna qum bor ekan. O'shaning uchun ashitda toshqumda shig'ir qum. Ashuning uchun o'sha o'rtalardan bitamda uzun 10 soti 15 soti joyda shunaqa bo'lib qolyapti. Nima ekin esa? Gektar ekdik. Hop, sen auditorimizni ekdik. Ko'chat qurib ekkanmiz. Bir marta uzib oldik, qaytib bo'lmagan. Ha. Hozirlarda qayta bo'lyapti. Bu tayiga buni mahalliy o'g'it berilgan. Agar bu agam Abduval akam kuzatib boraman kanal deyapti. Buni ekilish jarayoni ko'rilgan bo'lsa, asha toruz ekilganda imini tagida oldin ariq qilib turib, hali yemagan novvoslar go'ngi bilan to'ldirib olingan ariq. Keyin yana ekilgan. O'shaning uchun palay baquvvat, o'shaning uchun hosilni yetkazib beryapti. Bu mineral o'g'it emas, mahalliy o'g'itdan berilganda bunga. Chunki uni bittadan ikkidan oshib kelsa, oshcha yetkazadi. To'g'ri gapingiz. Bu hozir bilmayman 4-5 tadan yetkazib yubordi shekilli. Solyapti, olib yiyilyapti. Qachon pishgan, qachon oldi, qachon pishgan? 25-moy kuni yeyishni boshlaganmiz-da. Endi 27si bo'lib qoldi. 28 bugun. 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. 1 oydan o'tyapti pishganiga. Tarvuz nima sababdan mana shu ko'p bo'lganidan keyin birinchi kesin tarvuz bu o'rtasidan yorilib hali bo'lib ketadi. Bu mana qarang, palayda qarang. Palay toza turibdi. Tozada. Palay toza. O'sha tayida o'g'it ko'pligidan. Yana bitta qiziq joyi zahar sepilmagan. Shira, o'rgimchikana unaqa tushmadi. Nari burchadan bir 5-10 ta tutga tushib qolgan ekan, ashunda bir marta sepib qo'ydi. Tushgan joyga ham sepdingiz. Ha. Haligi joyga, boshqa o'zi alohida qilib sepib qo'yaman deb yuribsiz. Videoga alingda matbuot aniq qo'ygan. Nimaga deb borsam, albatta shuni telefonni qo'yib ko'rsatib, qayerga desa, mashaga sepgansiz. Va shu paytda aylanib, bu pastga tushgan yo'g'ida bir marta bo'lsam bir ko'rib qo'ydi. Mana shu mana yerda bor. Tushibdi, ha. Doim ma'dan yurib olardim. Orqadan ham olayotgandim, tushib qolgan ko'rib bor, ha. Yurganingizda videoga tushirib qatirib qo'ydim mashadan. Demak, men savol javob beradigan bo'lsa, isbotlarimiz bo'lishi kerak. Har bitta hujjatga ham bor degan filmga olib qo'yganmiz, demoqchiman. Qanday bo'lsa ham kechagina To'g'ri olingchi Abduval aka. Oldim. Oling, bunisidan yangisini olingchi. Qani oling. Olinglar. Olinglar, kelib bittadan olinglarchi, kelinglarchi. Safar qarida endi. O'sha yerdan kelmoq osonmi? Keldi ketdi. Yo'q. Endi nechta aka? 5 ta aka-ukamisilar? 5 ta. Nechta singil? 7 ta, oilada 7 ta. Ota-onalar o'tib ketishgan, Alloh rahmat qilsin. O'zi kattamiz 70 ga kiryapti. Salomat bo'ling. Hojilar kim umraga bor? Endi xudo xolasa, yaxshi. Alloh nasib qilsin. Endi hoji aka bizga toruz yaxshida uzsangiz. Uzib mana asha eplaganim asha boshqa yo'qmi? Boshqa topolmadim toruz. Endi olib borsam yaxshi chiqmay uzib bersam, bunaqasi chiqib bo'lsa, xom chiqib bo'lsa, boshqa bo'lsa. Ha. Sozgina qilib ashini uzib olib chiqib qo'ydim. Endi boriga baraka deb olib ketasizlar endi. O'shadan kelganlarga qidirib yurib topdim-da. O'zi 5tadan tepib qo'yganda yana bir ko'rmaysizlarmi? Bu yoqqa kelib qoldi-yu. Keyin eplashing topchiq. O'zvoy. Mana undan bag'idan yur. Bu spaydan bag'iga qarab yur. Xolos sen aqa yursang ham mayli, pishgan topchiq qilsang bo'ldi. Hurmatli bobo dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari, kelaverasizlar. Kapamiz eshigi yo'q, ochiq. Bemalol kelaverasizlar. Toruz sayliga. Bay avgustga zo'r mayda pishgan toruzimizni avgustga zo'r yediramiz shekilli shahar mehmonlarni. Alloh barakasi bersin. Baraka bersin.
Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.